Ba'zan odam jim qoladi. Gapirishdan emas, ishonishdan charchaganida. Atrofingga qaraysan. Hamma shoshyapti. Hamma nimagadir yetishga uriniryapti. Lekin ko'pchilik nima uchun yashayotganini bilmaydi. Eng og'ir holat shu. Bugun men boy bo'lish haqida gapirmayman. Pul haqida ham gapirmayman. Bugun inson nega kechikib uyg'onishi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik shunday deydi. Vaqt o'tib ketdi. Yoshlik o'tib ketdi. Endi kech. Bu gaplarni aytayotgan odamlar hali hech qachon jiddiy boshlamagan odamlardir. Dunyo tarixida boy bo'lgan aksariyat kech boshlagan, lekin to'g'ri boshlaganlardir. Masalan, Warren Buffett 30 yoshida oddiy odam edi. Haqiqiy boyligi esa 50 yoshdan keyin keldi. Nega? Chunki u shoshmadi. O'zini isbotlashga ham urinmadi. U kutdi, o'rgandi va bir marta urdi. Bugun ko'pchilik xato qiladi. Ular tez boyishni xohlaydi. Lekin tez o'ylashni xohlamaydi. Yana bir bor isboti. Elon Musk. Uni ko'pchilik geniy deydi. Lekin u Do'stlar, shu joyda sizlarning fikrlaringiz men uchun juda muhim.